Assalomu alaykum. İjtimoiy tarmoqda kuzatib turgan podpisчикларimiz. Sizlarga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz 96 ming yurgan. Kraskasi toza. 100%. Petno, udar, bunday narsalar yo'q. Mashinamizning sostenasini ko'rishlaringiz mumkin. Вообще ajoyib sostenada turibdi. Ishlar ham top-toza, obshipkalar ham. Mashin bir qo'l mashin. 96 ming yuribdi, o'zini haqiqiy yurgani. Probegi hamma narsasi, kraskasi родной. Tekshirib ko'rib olasizlar. Kraskasi 100% toza. Petno, setno, unday vaj yo'q. Metallari bor. Mashinamiz tash salondan chiqqan bilan tay shunday sostenada turibdi. Mendek qaranda gelip ko'rgan odam biladi. Toza. Mashinamizning bahosini keladigan bo'lsak, 92 million so'm pul aytamiz, 92 million so'mdan kelishib beramiz. Naqd, kredit, barter hamma narsa ishlab ketaveradi. Mashina ajoyib sostenada turibdi lekin. Ko'rishlaringiz mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas mashina. Probeklar ham o'zini haqiqiy yurgan mashina. Чисто 2019. Hammaga nasib etsin shunday. Mashallah. Mashallah do'stlar, yuborib qo'yasizlar, podpisatsiya olasizlar. Kelishib beramiz. Mijigar pultlar ham bormi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling.